Assalomu alaykum. Sizni yaqindan kuzatib borayotgan kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasida joylashgan mol bozoriga kelganmiz. Bu yerda sotilib turgan yosh hujjat buqachalarni narx-navolarni qo'ldan kelgancha ko'rsatib yordam berishga harakat qilamiz. Yo'lamiz bo'lishini oldin bitta layklar bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalaringizda shunday videolar chiqib turadi. Birinchilardan ko'raverasizlar. Mana shu chiroyli novvoschalardan boshlayverdim bo'lmasam, hozir ko'ramiz. Mana bo'ylari 90-95 atrofida. Hozir narxlarni bilamiz. Uka qanchadan ekan? 14 dan. Ikkovi hammi 14 dan kami bor. Ha, u ham bo'ldimi? Savdo qilishyaptimi? Ha, bo'ldi. So'rashdimi necha puldan? 13 million? 13 milliondan so'rashyapti. Mana shu ikkovi mana ko'ringlar. 13 milliondan. Xuddi o'zi sifatlari o'ta zo'r ekan, lekin kichikroq. 90-95 sant atrofida. Mana 1 metr ham chiqadi. Ash, Hojibo. Chiqarkan. Jalatoma. Ha, 1 metrga yaqin ekan. Yaxshi bolalar. To'g'ri o'zimizga Sotib yuborasizmi? Telefon raqam qo'yaylikmi? sotib yuboramiz aka. Bo'ldi, bozoringiz bo'lsin. Keyingilarni ko'ramiz. Aka qancha ekan? Nech pul ekan bu? 14. Bo'ylari 1 metr. 14 million kami bor. So'rashdimi aka? Ha? 12,5 ga berishmabdi mana. Shuna ovoz. Joy tor, uzoqdan ko'rsatishda iloji bo'lmayapti. Boricha ko'rsataveraman endi mana. Nech pul ekan bu? 13,5 deyapmiz. 13,5 kami bor. 1 metr. Biriga bor chiqadi. 1 metr atrofida. 13,5 kami bor. 2 million 500 bo'lsa beraveramiz aka. 12 million bu. Ha, 12 million 500 bo'lsa berib yuborlar ekan. Ko'ringlar mana. Kallalaridan mana. Yaxshi. Bozoringiz bersin aka. Aka sizniki qancha ekan? So'ragan yo'q. Sifat chiroyli sizdan aka. Qanchadan aytyapsiz aka? 13 dan baho aytyapman aka. 13 dan baho aytyapsiz. Sifatlari zo'r mana. 4 oy 5 oylik zo'rlar aka. Mana. Qalardan yana bir ko'rsatib qo'yay. Mana. Qanchadan bo'lsa berib yuboramiz aka bularni. Bu bozorga qaraymiz aka. Chiroyli ekanda, xudo xolasa 24 dan beraveramiz. 24. Qiziqqan bo'lsa o'tib ham berasa, telefon raqam qo'yaylikmi aka? Sotib ketadi. Bitta sotib yuborasa, bo'ldi aka. Aka sizdanmi bular? Yo'q, men ham xaridorman. Qaysingiga pul beryapsiz aka? Bunisiga pul beraman dedim, sotilib ketdi. Nech pulga sotilibdi mana shu? 4 million 600 ga. Arzon bo'lsa. O'rsiya. Bunida Mana shu mana kattakoni 14 million 600 ga sotilibdi. Bo'ylari 1.5, 1.7 atrofida. Mana. O'shanda hozir Nechtasizdan? Ha, shu uchalasi. Ikkala sariq, qora, ha? Nech puldan bular aka? Ularni 15 dan qilyapti. 15 dan. Ikkovini. Ikkovinimi?
Qayerda mol? Uchovini 14,5dan qilyapti. Uchovini 14,5dan qilishyapti ekan. Şeyda mol. 14,5dan qilishyapti. Berilgan yo'q. 1-200 ming bilan bitami aka? Hadi ichinde bor. Ha, shunday bor. Bular 7 oy, 8 oy atrofida. 1 yoshga bormagan mana. Shunaqa mana. Yeb boshlari yaxshi ekan. Mana. Kuzatishda davom etaveramiz. Sizlardanmi ekan? Aka sizdanmi Hormang? Hech bildan ekanmi? To'g'ri ham sizdanmi? 14,5 13dan kam bor o'shalar. Birinchisi 14,5. Bular 13dan kami bor. Mana Yutilyapti, deyapti. hadi. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Olasan olish kerak, olasan. Mana. Kelishtirib beraveramiz. Mana. Mana shu mollar mana. Bo'ylari 1 metr plus. 1 metr plus keladi bular. Mana. Aka savdolar qilishyaptimi? Biz bilan so'rashyapti. 12,5dan bir joyga dedi. Uchovini. Uchalasi. 12,5dan bir joyga so'rashibdi, berishgani yo'q mana. Shu mana. 14 million. Buni qancha so'rashdi aka? 14? Buni 14 millionga berishmabdi, so'rashibdi. Shunaqa. Bak 11,5. Nechtasiz? Hammasimi? Hammasi bir joyga bo'lsin. 11,5dan Xayriga o'tib. 3, 4, 5, 6 ga ekan mana. 11,5dan. Buni bir joyga bo'lsa beraman deyapti. Xayri bor ekan mana. Yomonni to'qa olmay yaxshi ekan. 11,5 bo'lsa xayriga o'tib beraman deyapti. Mana shu 6 o'yin. Böyle. Aka 90'lik 157 37 raqamlariga telefon qilib gaplashsangiz. Dastlabki xizmatlari ham bor. Mana shu mollar. Mana bir ko'rsatib beraman. Mana shu mollar. 11,5dan bo'lsa xayriga o'tib beraman hammasini deyishyapti. Bemalol telefon qilasizlar. Hech pul qilyapsizlar buni? To'rtta bir joyda olganlar uchun. Nisbila so'rayapsizlar mana shu. Nisbila so'rayapsizlar. 12,5 qilyapti. Men 12,4 qilyapman. 12,5. 12,4 ga so'rashyapti. Yo'l kirasiga o'tib beraman. Yo'q, aytyapman 12,5 yuring mayli sizga. Ko'rsatib ber aka. 12,5dan yuring men gap yo'q derdim. Mana shu 12 million 400 ga savdo bo'lyapti. Berishgani yo'q. Agar ichida birortasi nimasi qaytib Bo'ylari 1 metr 90 atrofida. Aka nech puldan bular? 12,5 da ustida bo'lsa berilar ekan mana. Qop qora ovozchalar mana. oldi 12,5 oladi. Sifatlari yaxshi, chiroyli mollar. Sizlardanmi bular? Mana shu ovozchalarda hozir navosini so'raymiz. Assalomu alaykum. Nech puldan aka? Yaxshi. Mana 12,5 qildi. Buni 12,5 qildi. Bunisi-chi? 12 deyapti. Buni 12 deyapti. Mana. O'zi qancha aytyapsiz? Mashiga. Ikkoviga ham qanchadan? Buni 13,5 deyapman, kam bor. 13,5 kami bor olasini. Buni 13 kami bor ekan. Mana. Shunaqa. Bo'ylari 1 metr 1,5, 1,7 keladi bunisi. Ana, lentani qo'shmaydi. Mana shunaqa. Bilan ko'ramiz. Mana. Bular ham 1 metr nomerida novoslar. Aka qanchadan bular? Nisbidan qilishyapti aka. Jupiga 23 million qilishyapti ekan mashlarni. Berishgani yo'q. Mana. Aka qancha bo'ldi bu? 15? Mashina ovoz 15 million bo'ldi. Aka sizniki qancha ekan?
13 dan kam bor. 13 dan kami bor. Savdolar qanchagacha chiqdi? Qilyapti aka. 12 milliondan qilyapti. 12 milliondan so'rashyapti mana. 24 ga jupiga. Bo'ylari 1 metr oshiqroq. Mana. Narxlar shunaqa. Aka qanchaga chiqdi keyin savdosi? Ular 8 deyishyapti. 8,5 millionga. Bozorda eng kichkina biz o'sha bo'lsa kerak. Mana novvoscha. Mana 11 million kami bor edi. 8,5 milliongacha chiqdi savdosi. Berishgan yo'q aka. Yaxshi. Aka sizniki qancha ekan? 10,5 qildi. 10,5. Qancha so'radi aka uni? 10,5 ga 5 hafta. 11 pastda bitammi? 11 millionda pastda bitar ekan. O'char. Sifatlari yaxshi. Bilamiz hozir endi. Nech bilan ekan sizniki? 11,5 million yarim Qilyapti. 11,5 bunisini 12,5 qilishyapti ekan. Berilgani yo'q. Qancha bo'ldi aka? Ha, sher aka. 13 million bo'ldi mashina ovozchi mana. 13 millionga olishdi. 13 million. Nech bilan bo'lsa beramiz bularni. 24 ga qo'shilsa beramiz. 24 ga qo'shilsa beriladi. Mana. Reklama qilib Qani? Aka nech pul ekan sizniki? 14 million. Kichkina hamsidanmi yo buni o'zimi? Ha, 14 kami bor. Bo'ylari 1 metr keladi. 4 oylik, 5 oylik ovozchi. Savdo qilishdimi aka? Nech pulga? 12,6 qildi. 12 million 600 qilishibdi. Berishgan yo'q ekan. 13 ta pastda bitami? 13 pastda? Ha, bitadi. Bitadi. Qo'ysa beramiz. Telefon raqam qo'yaylikmi? Yo. Ayting. 99lik. 902 45 50. Ishlar yaxshimikan aka? Yaxshi. Kattamidi enasi? Yaxshi, barakasini bersin aka. Bular ham shunaqa 1 metr 90 atrofida. Aka shunday ko'rsatdi. Mana. Va chorsharni 90 1 metr atrofida novvoschalar. Aka qanchadan ekan bu qoralar? Olmang. Shu 10,5 dan kam bor. 1 2 3 10,5 dan kami bor. Bunisi kichikroqi. Aka 9,5 kami bor. buni 9,5 kam bor. Narilari ham sizdanmi aka? Narilari ham sizdanmi? Ha, to'rtta. Mana o'zi tarqil. Aka nech bilan savdo qilishdi? 9 ga so'rayapti. 9 milliondan so'rashyapti ekan. Mana. Mana tarqilamsizdanmi? Bu nech pul? Mana 9 ga so'rayapti. To'rovini 9 milliondan so'rashyapti ekan. Berilgan yo'q. Unga qo'shilsa beriladi. Ular ham shu 3-4 oylik atrofida novvoschalar. Aka, telefon raqam qo'yaylikmi? 90lik 057 66 36 raqamlarga aloqaga chiqib gaplashaverasizlar. Rahmat. Aka sizlar kimmi? Nech puldan ekan bular? Ikkovini 24 dan o'tib berishar ekan. Bo'ylari bu ham 1 metr yonverida, novvoschalar. 1 metr yonverida, jicha pastroq, 95 shunaqa. Qanchaga so'rashdi? 3 talashib. Ha, savdo bo'lgan yo'q, ha. Ayla aka, bozoringizni bersin.
Nechi pul bo'ldi bu aka? Sizdanmi? Ha? Assalomu alaykum. Nechi pul ekan bu? 13,5 sotildimi? Mana shu qachga buqacha 13,5 ga sotilib, bo'ylari 1 metr non berdi. Sifatlari a'lo. Mana kallalari. Mana shu holatda. Yaxshi. Mana shu novvochalarni ham narxlarini so'rab bilamiz. Hozir mana bo'ylari 1 metr yetib yetmagan novvochalar. Cheriklari. Hech bilan so'rashdi aka bularni. Kattalar 13, bular 11 dan. Sizdanmi? Ha, meniki aka. So'rashdi yo aytyapsizmi? So'rash. Bular 1 metrdan oshiqroq keladi. 1 oylik, 5 oylik novvochalar. Aka, Shunaqa. hech bilan beramiz mana jupiga ikkovini. Buga ikkala 23 bo'lsa beraman. Shvoziga yana o'tib ham berasiz. Buni pularini-chi? Hali yaqin qilib aytavering. Buni ikkovini necha pulga beramiz? Nechta bo'lsa beraman. Buni 13,7 ga berib yuboraman deyishyapti. Mana yebitishlar yaxshimikan? Yebit sog'lik javob. Javob. Telefon raqam bering. 91 690 83 Mana shu raqamlarga telefon qilib gaplashaverasizlar. Mana akamiz yengilroq qilib beradi. Mana yana gaplashaverasizlar. Mana shu novvoslar. Mana shu novvoslarni ham ko'ringlarchi. Mana bo'ylari 1.5 1.7 yon beradi. Novvoslar mana sifatlari juda a'lo. Samarqand yo'lyapti deb bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6, 7, 8 ekan mana. 16,5 dan kami bor ekan mana. Ularchi. Korobkalari zo'ragan bularni. Hammasi kelishgan mollar. Sasini ko'rishyapti hozir. bozorning berishga qilyapti. Kecha qo'shning bilganmi o'tgan hafta ikkita. Aka qanchaga so'rayapsizlar shuni? So'rayapsizlar mana. Qaysi kanal ekan aka? Muhriddin. Bosamiz aka. Qaysi kerak sotib Mana hozir chiqarib ko'rishyapti bittasini mana. Aka qayerda mollari bular? Yangi Qo'rg'onda mollari. 16,5 dan kami bor, ha? Hammasi. Soni 8 tami? 8. Aka sotdingizmi? Ha, sotdi ikkita uchta. Sifatlari o'ta zo'r ekan, lekin hozir telefon nomerlarini bersa olamiz. 16 milliondan so'rashyapti, berishgani yo'q. 16 million 300 ga so'rashyapti mana shu. Ikkinchi deyni 16 million 300 ga. 16 million 400 ga baraka bo'lib ketdi mana shu ikkinchi deyga. Arqon bormi? Aka qiziqqanlarga telefon raqam qo'yaylik. 95lik 081 4090. Yangi Yebitishi ham garantiyalari bor ekan mana. Yangi Qo'rg'onda mollari mana. Telefon qilaverasizlar, ma'qul kelgan bo'lsa. Mana shu novvochalardan hozir egalaridan ma'lumotini olamiz, narxlarini bilamiz. Bo'ylari 1 metr, 1.5, 1.7 yon beradi novvochalar. Sizlardanmi ekan? Hozir so'raymiz. Aka sizlardanmi? Hozir kelaylik. Egasi. Qaysi? O amaki. Amaki sizlardanmi? Nechi puldan ekan? 15'dan Ikkovini 15,5 dan kam bor ekan. Mana sifatlari
zo'r. Polvon narsalar. Besh yarim kam bo'ladi. Besh yarim. Jupiga so'rashdimi? Jupiga necha pulga so'rashdi? Savdo bo'ldimi? 29 qilyapti. Jupiga 29 qilishyapti ekan, berilgani yo'q. Mana ikkovi ham sizdanmi? Ha. So'rmonlar ekan. 29 ga berilgan yo'q ekan. Mashina olgan kunlar, zo'r kun ekan. Uylari 1.5, 1.7 nom beradi. Balki 1.10 ham kelib qolishi mumkin. Aka nech pul ekan? Aka 32 million kam bor jupiga. Jupiga 32 million kami bor. Bitta ikkita. So'rashdimi buni? Ikkovini? 29,5 million so'rashyapti. 29,5 million so'rashyapti ekan jupiga. Mana. Shatlari yaxshi. Yaxshi bizlarni ham hozir ko'rsatib, narxlarni so'raymiz. Uylari 1 metr oshiq keladi bular. 1.5 ga yaqin bo'lgan novvoschalar 3 tasi. Aka, nechtasizdan? Assalomu alaykum. Ha, nech puldan aka? 15 kam bor, 14 kam bor. 14 kami bor ekan. Savdolar qanaqa bo'lyapti? So'rashdimi? Ha, 14 qilyapti. 12 qilyapti ekan, berishgan yo'q ekan. Mana yetishlari yaxshi bo'lsa kerak, mana holatlari yaxshi. Bular necha oylik atrofida? 5-6 oy. Ha, shunaqa 5-6 oylik novvoschalar. Mana yoshroq. Cho'g' olasizdan-a, cho'g'. Qayt tomonlari bular? Ha? Qayt tomonlari? Uchko'prik, Puchqo'y. Uchko'prik, Puchqo'yda novvoslar ekan mana. Berishlariga nimalari bor, ha? Bir hafta garantiyalari bor. Dastlabkilari bor, kelishilgan holatda mana uzoq yaqinligiga qarab. Telefon raqam bering. 90 293 893 800 bas 293 73 79. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Mana ma'qul kelsa. Rahmat. Halenda ko'rsatdim mana shu novvoschalarni. 23 millionga so'rashibdi mana. Mana shu ikkovini. Chiroyli mollar. Bular oldingizmi aka? Nech pul bo'ldi ikkovi? 9 million 300, 12 million. Qancha? 9 million. 9 million 300. Hunajimmi? Ha, hunajin ekan, ha. Bunisi-chi, novvoschami? Qancha? 12 million 300 bo'pti bunisi novvoscha, bunisi hunajin. Yaxshi. Kichkina novvoschalar qo'ldan kelgancha ko'rsatdim boricha. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Endi boqma kattalarni videosini qilamiz. Biz kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.